Nestle mahsulotlaridan zaharlanish holatlari yo'q deyilgan edi. Ammo ota-onalardan kelayotgan murojaatlarga ko'ra bolalarda zaharlanish ehtimoli borligi taxmin qilinmoqda. O'sha hamma joyda xuddi shu kasallik bilan og'rimayotgan bolalar juda ko'p ekan. Farzandinglarni ehtiyot qilinglar. Lekin biroz o'tib bolaning ichidan qon kela boshladi. Zudlik bilan bu mahsulotni berishni to'xtatdik, shifokorga ko'rsatdik. O'zbekistonda Nestle kompaniyasining bolalar uchun mo'ljallangan ayrim mahsulot partiyalari ixtiyoriy ravishda qaytarib olinayotgan. Kompaniya avvalroq mahsulot tarkibida ehtimoliy xavf bo'lishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Biroq so'nggi kunlarda tahririyatga ota-onalar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar vaziyat atrofida qator savollarni kun tartibiga chiqarmoqda. Tahririyatimizga bir necha ota-onalar bolalari Nestle Nan mahsulotlarini iste'mol qilgandan keyin qusish, qorin og'rig'i va boshqa nojo'ya alomatlar kuzatilgani haqida murojaat qilishdi. Bolamiz og'izlari og'riyapti, stomatit bo'lgan deb o'ylagan edik. Tek u narsa emas ekan, yarali chiqib ketdi og'ziga. Shu doktorga mana shu narsani eshitgandan keyin doktorga borsak, o'sha hamma joyda xuddi shu kasallik bilan og'rimayotgan bolalar juda ko'p ekan. Ko'zimiz oldida ham bittasi olib keldi farzandini. Qusib, issig'i chiqib yotgan ekan, oshqozoni og'rib. Bizaniki ham shu oshqozoni og'rib, yig'lab, endi yosh bola baribir gapirmagandan keyin bilmaysiz qanaqa kasalligini. Biz shu o'zimizning chasniga borardik, pediatrimiz bordi, shularga bordik. Ular ham shu masala bo'yicha aytishdi, shu oshqozoniga dedi. Tozalash kerak deyishdi, bir ikkita naznacheniyalar qilib berishdi. Biz anchadan beri pediatrga boramiz. Ular ham xuddi shu naznacheniyani qildilar, mana shu kashani nimasidan deb. Qizimga Nestlening Alfair amino kashasini berardik. Oxirgi qutisini 5 kun avval ochganmiz. Shuni icha boshlagandan keyin ichi ketib, qayt qila boshladi. Biz uni doimgidek bolaning qorni to'ygandan keyingi odatdagi qusishi deb o'yladik. Lekin biroz o'tib bolaning ichidan qon kela boshladi. Zudlik bilan bu mahsulotni berishni to'xtatdik, shifokorga ko'rsatdik. Shu kashadan berganimizni aytdik. Shundan bo'lishi mumkinligini aytdi. Oxirgi kunlarda shunday taxmin bilan kasal chaqaloqlar ko'p kelganini aytdi u. Lekin nega bunga aniq analizlar topshirilib tekshirilmayapti? Dok bir Maxga o'xshab kimdir bolasidan ajralishini yoki nogiron bo'lib qolishini kutishyaptimi? Yana ayrim ota-onalar ham bolalarda shunaqa holat kuzatilganini, mahsulotni qaytarib olinishida ham muammolar bo'layotganini, kompaniya kol markaziga qo'ng'iroq qilishganda ariza qoldirish yoki boshqa joyga murojaat qilishlari kerakligini aytib, ishni paysalga solishganini aytishmoqda. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Sanitariya va epidemiologiya qo'mitasi bilan bog'langanimizda hozircha ularga bolalarning zaharlanish holatlari haqida rasmiy murojaat bo'lmaganini bildirishdi. Ayni vaziyat ota-onalarning xavotirini yanada kuchaytirmoqda. Kompaniya mahsulotni hech qanday real zaharlanish qayd etilmagan deya bildirgan bo'lsa ham, murojaatchilarning va ehtimoliy holatlarning borligi bu iddaoni rad etmoqda. Nestle va uning distribyutori bo'lgan Belton Trading kompaniyasi vakillariga savollar bilan yuzlandik. Ayni vaziyatda savollarimizga shunday javob berishdi. Agar bolada zaharlanish bo'lsa, ota-ona elektron manzilimizga murojaat yozishlari mumkin. Mahsulotni qaytarish bo'yicha muammo yo'q. Barchasini o'z xohishimiz bilan qaytarib olyapmiz. Iste'molchilar sotib olgan do'konlariga qaytarib olib borishsa, chek bo'lmasa ham qaytarib olinyapti va o'rniga yaxshi mahsulot berilyapti. Kompensatsiya masalasi esa zaharlanish holati bo'yicha elektron manzilga xabar yuborilsa, individual tarzda ko'rib chiqiladi. Biz faqat qaytarish holatlarini ta'minlaymiz. Katta kompaniya bo'lganimiz uchun har bir protsessga alohida javobgar odam bor. Eslatib o'tamiz, agar farzandingizda Nestle bolalar ozuqasini iste'mol qilgandan keyin qusish, ich ketishi, qorin og'rig'i va isitma kabi holatlar kuzatilsa, zudlik bilan mahsulotni berishni to'xtating va shifokorga murojaat qiling. Mahsulot qadog'ini tashlab yubormang, zaharlanish va infeksiya bo'yicha tahlillar talab qiling. Holat bo'yicha rasmiy murojaat qoldiring. Bolalar sog'lig'i masalasida har qanday ehtimoliy xavf ham jiddiy qabul qilinishi kerak.